Zapis yondi. Men telefonni qayergadir o'rnatishim kerak ekan. Xullas, men bu joyga o'rnataman. Agar ovozim past bo'lsa, nimani bossanglar 100 dan 200 gacha ko'tarilib qoladi. Yangi qo'shilganlar xush kelibsizlar. Demak, boylik oddiylikda. Birinchi formulasi bilasiz, ya'ni meni ko'p kuzatganlar biladi. Ko'p gapirib o'tirmayman-da, asosiy nimaga o'tib ketaman, ya'ni gapni lo'ndosiga deydi-yu. Xullas, meni qo'limda ikkita narsa bor. Bu qalam, bu esa krem yuzimga. Bu qalam 70 so'mmikin, ya 40 so'm yo 70 so'm. 40 so'm menimcha. Adashmasam 40 so'mga olganman. Men bu ipligi borda, men buni yaxshi ko'raman. 40 so'm. Bu 4000 so'm. 40 so'm, 4000 so'm. Haqiqatda, hattoki men buni katalogdagi narxini ham ko'rsatishim mumkin. Gapni olib qochyapsan desangiz. Xullas, meni katalogim qayerda qoldi? Agar menga ishonadiganlar, ishonamiz sizga deyishadi. Tak, men uyda hozir katalog istayapman. No, mayli. Xullas, bittasi 40 so'm, bittasi 4000 so'm. Bu nimaga? Bu maqtanish emas. Bu maqtanish emas. 40 so'mlik nima? Qalamim. Bu meni go'zalligimni, ko'zlarimni shaklini va chiroyimni beradi. Bu qalam men uchun juda ham aziz va juda ham qadrli. Men bu qalamimni yaxshi ko'raman. Men bu joyda iplarini tortib, bunday qilib ajratib olishni yaxshi ko'raman. Ya'ni bu qalamni men uchun foydali taraflari juda ham ko'p. Bu qalamning narxi menga rol o'ynamaydi. Bu qalamni menga beradigan funksiyasi, menga beradigan vazifasi menga rol o'ynaydi va mana shu uchun ham bu qalam men uchun qadrli. Tushunyapsizmi? Nima haqida gapirayotganimni tushunib olasiz. Bu 4000 so'mlik esa. 4000 so'mlik esa. Bu meni yuzimni namlantirib beradi. Oziqlantirib, yumshatib, namlantirib beradi. Xolos, bu qanaqadir tonalniy yoki bo'lmasam nima emas. Shunchaki yuzimni namlantirib, oziqlantirib beradi, xolos. Tushunyapsizmi? Bundan ko'ra, ya'ni buni natijasini men deyarli, ya'ni qalamni ko'zimga qo'ysam, ko'zimni shakli, o'sha meni ko'rinishim o'sha momentda o'zgaradi. Buniki vaqtlar davomida o'zgaradi. Deyarli men buni foydasini deyarli sezmashim ham mumkin. Tushunyapsizmi? Bu 4000 so'mlik mahsulotimni deyarli men sezmashim mumkin. Tushunyapsizmi? Men mana bu 40 so'mni qadrlaganimchalik buni qadrlamashim mumkin. Nima demoqchiman? Pul bu shunchaki vosita. Boylik bu shunchaki sizni prosta bu malika boyda, endi bu 4000 so'mlik kremni indamay olib betiga ishlatadi, biz 4000 so'mga debman. Plus sizni solishtirishingiz uchun, bu prosta sizni bu seni puling ko'pda olaverasan deyishingiz uchun, prosta bu nima desa bo'ladi? Tashqaridan menga beradigan yoki endi buni puli ko'pda deb ayta olishingiz uchungina nima yaratib beradi, xolos sizga. Tushunyapsizmi? Bu bilan men sizni yoningizda hurmat qozonib, qanaqadir bir mavqega, mana shu 40 so'mlik qalamchalik hurmat qozona olishim uchun men sizni hayotingizda mana shunchalik sizni hayotingizda mendagi hislatlarim, mendagi fikrlashim, meni auram, meni energiyam va eng birinchi navbatda
pastga qarab olib gapiryapman, ko'zimga qara degandek. Endi oddiy sharoitda oddiy nima qabul qilasiz. Insonni aslida boy bo'lishi mana shunday bo'lishi kerak. Ya'ni siz oddiygina bo'lsangiz ham sizdagi chiqayotgan chastota, sizdagi chiqayotgan to'lqinlar, sizdagi chiqayotgan borliqqa chiqayotgan o'y, xayol, fikr, xulosalaringiz mana shu oddiy ko'rinishda, lekin judayam katta, judayam ahamiyatli vazifani bajarishi kerak. Mana shuni singari. Bittada sizni insonlar ma'nan, ya'ni ruhan boyligingizni his qila olishi kerak. U sizni bittada mana ko'rib qo'ylaring, men brilliantlarim, taqinchoqlarim bor deb sizni mana bu taqvogan taqinchoqlaringiz, kiyib olgan kiyimlaringiz orqali u odam sizni ma'naviy boyligingizni ko'rib sizga yaqinlashishi emas. Biz insonlar bilan biz mana shu ruhan boyligi uchun yaqinlashamiz. Biz bugun hozir siz bilan moddiy boylik haqida emas, mana shu ruhan boylik haqida. Ya'ni mana shu 40 so'mlik qalamim men uchun qanaqa qadrli bo'lsa, mana shu buni boyligi. Ya'ni boylik bu nima? Boylik o'sha narsa ko'p davom etishi, o'sha narsa sizga manfaat berishi, o'sha narsa sizga qanaqadir xursandchilik, kayfiyat berishi. Mana shu boylik aslida. Lekin bizni nimamizda boylikni faqat pul bilan ko'rsatib qo'yishgan. Onalar nima deydi? Farzandlarim meni boyligim deydi. Nimaga? Farzandlari anuqa tilla nima qilib bermaydi? U bolang senga tilla qaqa chiqib beradimi deb shunaqa bema'ni gaplar gapirishib qoladi-yu. Yo'q. Nima uchun farzandlarim meni boyligim deymiz biz? Chunki ularni bajaradigan, qiladigan harakatlari natijasida bizni oladigan ozuqalarimiz judayam ko'p. Mana shuning uchun boyligim deymiz. Xursand qiladi. Shunchaki borligi, shunchaki katta mavqega erishganligi, shunchaki uni yutuqlari bizni mana bu hissiy tanamizni to'yintiradi. Tushunyapsizmi? Hissiy tana to'yinadi. Va otam davlatimda, davlat deymiz, otani ham, ya'ni boylik deb qaraymiz. Bu ham xuddi shunday. Oddiy bitta inson, lekin sizni atrofingizda judayam ko'p erkaklar bor, lekin siz davlatim deb faqat bitta insonni aytasiz. Nimaga? Chunki bu otangiz ham, dadangiz ham sizga beradigan narsalari, sizga beradigan ma'naviy har xil hislari, turib berishi, otam bor deb shunchaki his qilishingiz ham sizga juda katta mana shu hissiy tanangizga ozuqa bo'ladi. Ya'ni energetik ozuqa, energetik. Shunchaki ishonch bilan siz uni borligini his qilishingiz bilan siz to'lib qolasiz. Mana bu joy to'lib qoladi. Tushunyapsizmi? Otasini yo'qotganingizda mana shu joyda mana bu turgan narsa to'kilib tushadi, uqalanib tushadi, yo'q bo'ladi, parchalanib ketadi. Shu uchun ota-onani yo'qotganda odamning qaddi bukiladi. Ya'ni boyliklarini yo'qotgandek, uyingizni, magaziningizni g'amlab qo'ygan boyligingizni o'marib ketganda siz o'zingizni qanaqa his qilsangiz, boyligingizni yo'qotganingizda, bankrotga uchraganingizda, otani yo'qotganda ham xuddi shunday, hech narsasiz, bir tiyinsiz qolgandek nochorlikni his qilasiz. Sizni uyingizda pulingiz bo'lishi mumkin, bolalaringizda puli bo'lishi mumkin, eringiz ishlab turgan, hattoki sizning ishingiz ham bo'lishi mumkin. Lekin ota, ya'ni o'sha davlatni yo'qotganingizda bir chaqasiz
bir tiyinsiz qolgan nochor holatiga tushasizda va o'sha paytda men hech kimga kerak emasman, suyanchig'im yo'q deb aytasiz. Bu o'sha boylik degan narsa mana shunaqa bizni genimizda, DNKmizda, hujayralarimizda, ya'ni bizni mavjudligimizda bor. Demoqchimanki, nimaga men bularni boshida aytdim? Bu sizni atrofingizdagi insonlaringiz, ko'chadagi tanishlaringiz, bilishlaringiz, yaqinlaringiz mana shunday 4 minglik qiymatiga ega bo'lishi mumkin. Bu esa sizni o'zingiz va o'zingiz deganda siz har doim faqat o'zingizni bu toq holatingizni tushunmang. O'zingiz bu sizni otangiz, onangiz, turmush o'rtog'ingiz va farzandlaringiz bu siz, ya'ni bir qolip. Buni piramida shaklida, ya'ni ruh, jon, qalb, ya'ni bu piramidani ichiga ota, turmush o'rtoq va farzandlar kiradi. Mana shu narsaga bir bo'lishingiz bu sizni boyligingiz. Agar sizda birinchi navbatda ichki xotirjamlik, ichki boylik, agar mana bu kremim tugab qolsa, men buni istab qolmayman. Tushunyapsizmi? Haqiqatdan men o'zim hislarimni aytyapman. Ya'ni bu bilan men buni qiymatini tushirib yuborayotganim yo'q. Men shunchaki aytyapman. Buni 4 minglik qiymati mana bu 40 so'mlik qalamimchalik bermaydi. Ya'ni menga beradigan boylik nimasida aytyapman. Bu qarasangizda bizda mana shunaqa narsa borki, hozir men aytmoqchi bo'lgan narsa, ya'ni o'zimizdan kelib chiqib, ichimizdan kelib chiqib, hislarimizdan kelib chiqib o'zgarish boshlanganda bizda ya'ni juda katta dunyoga qarashimiz boshlanadi, o'zgaradi. Agar siz o'zingizga bo'lgan qiymatingiz qancha, o'zingizga qiymatingiz o'sha, men arzimagan ayolman, men uyda o'tirgan ayolman, men oddiy ayolman, endi biz ajrashgan ayolmiz, endi biz bunaqa ayolmiz deb siz o'zingizni qiymatingizni tushirib, o'zingizga bo'lgan bahoyingizni tushirayotgan bo'lsangiz, lekin aslida o'zingizni nima desa bo'ladi, Allohni nafasi ekanligingizni unutib qo'yayotganingizni, o'zingizni ichingizda Alloh yaratib qo'ygan jon, Alloh omonatga bergan ya'ni jon va qalb borligini, ya'ni sizni Alloh o'zidan yaratganligini unutib qo'yayotgan bo'lsangiz, siz bilingki, juda katta boyligingizni yo'qotyapsiz va yo'qotib bo'lgansiz. Agar siz o'zingizni mana shunaqa past baho berayotgan bo'lsangiz, tushunyapsizmi? Siz eringiz millioner bo'lib, takoy nimalarni уже vau, mana bunaqa kiyimlar kiyib, mana bunaqa qilib yurgan bo'lsangiz ham, o'zingizni mana shu asl ruhiy holatingizni, qalbingizni, joningizni va Alloh sizni o'zidan yaratganligini, men Allohnikiman, Alloh meni yaratgan, o'zidan yaratgan, hattoki enam meni qanaqa qilib shakllanayotganimni ham tushiga, o'y xayoliga keltira olmayotgan paytida shunchaki voy homiladorman, просто shu ona shuni his qiladi, to'g'rimi? Homiladorman, voy qornim ishyapti, shuni his qiladi. Lekin farzandni kimir boshlantiradi? O'sha onangizni qornida juda katta boylik, juda katta manba, juda katta kuch bilan yaratgan sizni shunaqa shakllantiradi. Erkalab, sevib, sochlaringizni akangiznikiga o'xshatmasdan, qanaqadir qoshlaringizni qanaqadir boshqacha qilib, ko'zlaringizni har bitta tela, lablaringizni, hattoki sizni
mana shu bu dunyodagi hozirgi mavqeingizgacha sevib yaratganda o'zi ixtiro qilib, erkalab, sevgisini berib yaratganda sizni, mana shu sizni aslida birinchi boyligingiz. Mana shuni his qilishda, mana shuni his qilish aslida sizni boyligingiz. Endi voy men homiladorman deb o'zini o'ylab yuribdi, u sizni o'ylamaydi. Tushunyapsizmi? Siz bolangizni o'ylaysiz, siz o'zingizni o'ylaysiz. Voy birinchi homilam, voy to'rtinchi homilam deb u o'zini o'ylaydi. Enangiz o'zini o'ylab, sevib, yaxshi ko'rib yurgan paytida onalik mehri prosta ona bo'lyapman deb sevgida yurgan paytida sizni aslida kim yaratyapti-da? Mana shuni his qilish. O'ylashingiz mumkin. Qayerda bu yerda boylik? No, sizni mana bu qo'llaringiz boyligingiz. Tushunyapsizmi? Bu qo'llarda nimalar qila olasiz? Bu qo'llarda nimalarni, ya'ni bu qo'llar gulda san'at asarlari yaratadi. Siz shirin-shirin ovqatlar tayyorlaysiz. Chevarlar, ko'ylaklar tikadi, rassomlar chizadi, salonchilar oddiygina uzun saksaygan sochlarini qanaqadir shakllarga keltiradi. Chevar tikkan ko'ylakni siz tikolmaysiz. Siz umuman boshqa narsani shunaqa zo'r yaratasiz. Mana shu qo'llaringizni borligi bu sizni boyligingiz. Mana shu boylikka erishish uchun birinchi mana shu o'zingizni borligingiz bu katta boylik. Ya'ni aytadi-yu, seni sog'liging bu boylik deydi. Bu sog'ligingiz nima? Mana shu qo'llaringiz, mana shu bemalol gapirayotganingiz. Hozir men gapirayotganimni kim ko'ryapti-da? Meni kim ko'ryapti? Bu sizni sog'lom ko'zlaringizni boyligi. Xursand bo'ling. Voy, mana shu malika kim ekan, o'zi atini endi eshityapman. Birinchi marta ko'rganlar. Ko'rayotganingiz uchun quloqlaringiz eshityapti. Sizni hozir 4 ta ma'lumotni qabul qiladigan organlaringiz bir paytni o'zida ishlayapti. Tushunyapsizmi? Ko'ryapsiz, eshityapsiz. Meni qanaqa energiyada gapirayotgan bo'lsam, mana shuni men bu his qilyapsiz. Tushunyapsizmi? His qilyapsiz. Mana shu har bitta gapirayotgan gapim sizni ko'zingiz eshitishingiz orqali kirib sizga hissiy tanangizga his beryapti. Qanaqadir xotiralaringizni uyg'otib beryapti. Qanaqadir agar men sizga hozir yoqmayotgan bo'lsam ham, bu sizga hissiy tanangiz ishlayapti. Qanaqadir yoqimsiz, turqi qursin, buni kim ekan bu, tushunarsiz. Haldan beri bir qalamini ko'rsatadi, kremini ko'rsatadi, nima deyapti o'zi bu deb o'tirgan bo'lsangiz ham mana shu fikringiz aylanyaptimi? Mana shu qanaqadir mana hislar ko'tarilyaptimi? Mana shu sizni boyligingiz. Nes bo'lib, taxta bo'lib, komada yotmayapsizmi? Bu sizni boyligingiz. Tushunyapsizmi? Siz hozir mana shu paytda, mana shu to'lqinda, mana shu hozirgi to'lqinda qo'llaringizni ushlang. Rahmat qo'llarimda, eshik supuradimi, manaqa guvalalar qiladimi, mol boqadimi, mol sog'adimi, nima bo'lsa ham bu ishlab turibdi. Siz aytmaysiz, ey qo'llarim, davay hozir shupurgin ushaginda, men uyni shupuramiz deb aytmaysiz. Qanaqa keladi? Uyda shupurishim kerak, pilsos qilishim kerak. O'sha men bu ichingizga anaqa ketadi, ma'lum axborot ketadi, ishlaydi. Uyni tozalash uchun manaqa pilsosga borishimiz kerak. Bu uchun signal oyog'ingizga beradi. Xotira uyg'onadi, pilsos qayerda, shupurgi qayerda. Siz borasiz ashaka ketasiz. Tushunyapsizmi? Tana o'zi harakat qilyapti. Tushunyapsizmi? Tana. Siz oyog'ingizga aytmaysiz, ey oyoq, yur, qadam tasha, endi sen tasha, endi sen tasha. Belingizga aytmaysiz, engash, biroz engashamiz, o'rta engashvordik, biroz ko'tarilamiz. Bu yoqqa qara demaysiz. Tushunyapsizmi? Men nimaga bunaqa robotcha qilyapman? Siz o'zi mana shu his qilyapsizmi hamma narsani? Mana shu sizni boyligingiz. Tushunyapsizmi? Mana shu oyoqlaringiz erkin bosa olayotgani boyligingiz. Shupurgini olasizda ko'z o'zi ko'radi. Mana mayet iflos ekan, yaxshiroq mana bu joylar ekan. Уже fikrlar ketyapti. Tushunyapsizmi? Siz
ko'z ko'radida уже fikr aylanib ketyapti. Mana shu sizni boyligingiz. Siz fikrlayapsiz. Fikrlay olmaydigan, fikrlashdan qolgan, mana bu aqli nosog'lom insonlar qancha, to'g'rimi? Siz fikrlayapsiz. Siz bilyapsiz, harakatlana olyapsiz. Mana shu nimaga da uy supurish kerak deganda sizda сразу shupurga qatta turibdi. Nima qilish kerak уже ketadi ssenariy. Mana shu narsani siz hamma narsada qo'llasangiz bo'ladi. Hayotimda hozir pul yetishmayapti. Qanday qilib pul topsam bo'ladi degan narsani signalni beringda, sразу keladi. Qatdan qachon nima qatta hayotiy tajribadan, bolalikdagi tajriba, ota-onangizdan ko'rgan tajriba, avlodlaringizdagi tajribalarni va televizorlardan ko'rgan, umuman hayotdan ko'rgan hamma tajribani sizga ko'tarib beradi. Hozir sizga qancha kerak? 10 ming kerakmi? Dollarda olasizmi, so'mda olasizmi? 10 ming kerakmi? Siz uni hissiy tanaga uyg'otasiz. Tana his qilmaguncha bu narsa signal bo'lib bormaydi. Shuning uchun hissiy tana bilan ishlash juda muhim. Bizni tanamiz 95% yuqori ongda boshqariladi. Tushunyapsizmi? 3-4%ni biz boshqaramiz. Hozir men qalamda betimga, ko'zimga surtasammikin, surtmasammikin deganim bu meni o'zimga bo'layotgan anaqa. Agar men hozir shuni qo'yaman deb mana bunaqa qilsam, men o'zimni o'sha 4%lik holatimda o'zimni boshqaryapman-da. Tushunyapsizmi? O'ylanib, planlashtirib o'tiribman. Agar meni hozir hojatxonaga borgim kelib ketsa, hojatxonaga borsammikin, bormasammikin, tapchikani kiyish kerak, sekin yurish kerak, keyin qo'lni sovlab yurish kerak deb o'ylab o'tirmayman. To'g'rimi? O'rnimdan turaman, g'iz qiladigan ishlar avtomatik bajarilib keladi. Bu yuqori ongga boshqarilgan. Tushuntirib bera oldimmi? Ertaman uyg'onasiz, mana shu narsalarni, mana shu, ya'ni yuqori ongdagi boshqaruvlarni siz ham, ya'ni boshqara olasiz. Ya'ni sizni hayotingizga hali kelmagan narsalarni xohish bo'ldi, siz hojatga bordingiz. Xohish bo'ldi, ya'ni chanqoq uyg'ondi, kanada suv deb signal beryapti-da, voy chanqab ketibman deb suv ichib keladi. Bu o'sha yuqori ongda boshqarilyapti. Ya'ni tana o'zi avtomatik tarzda boshqarilyapti. Agar men hozir ko'ylagimda chiroyli turibmanmikin, xunuk turibmanmikin, ro'molim ham yo'q, o'rab olsammikin, o'ramasammikin desam, bu o'sha 3-4%lik holatimda o'zimni boshqarayotgan bo'laman. Siz bilan mana shu narsada, mana shu holatda, ya'ni boylikka qanday qilib o'zimizni boshqara olamiz? Boylikka o'zimizni qanday sozlay olamiz? Mana shuni o'rgatib beraman. Ya'ni gapiramiz. U uchun siz bilan ozgina nima qilsam-da, savollar bormi shu joyigacha? Tushuna oldinglarmi? Tushunayotgan bo'lsanglar, ha, endi yurakcha qilib yuboringlar-da. Mayli. Mana shu narsani, bu judayam jiddiy narsa. Biz o'zimizni boylikka ochishimiz uchun, o'zimizni mana shu boy bo'la olishni yuqori ong darajasiga ko'tarishligimiz uchun biz birinchi navbatda bizni o'rab turgan
mana shu matritsa tizib bergan tizimda qarangda, mana shu 3-4% biz o'zimizni boshqara olamiz, to'g'rimi? Mana shuni ham, mana shuni matritsa orqali boshqaramiz. Tushunyapsizmi? Mustaqil emasda bu. Odamlar nima deydi? U nima? Hozir hamma shunday qilyapti. Hozir zamon shunaqa, hozir moda shunaqa, hozir undoq bundoq. Mana shu matritsa xalaqit beradi. Mana shu 4% holatda ham o'zimizni boshqarishimizga xalaqit beradi mana shu narsa. Biz birinchi navbatda mana shu matritsani o'yinlarini, matritsani tizimlarini yorib chiqib keta olishligimiz uchun biz o'zimiz xohlagan mana shu erkin, boy, serobkor hayotga o'ta olishligimiz uchun birinchi navbatda mana shu o'zimizni borligimiz, sog'ligimiz, mayli qaysidir joyingiz og'rib turgan bo'lsa ham, qaysidir joylaringiz sog'ligini inobatga olib bo'lsa ham, mana shu joylarim boyligim, mana shu meni tirikligim o'zi boyligim, mana shu nafas olishim boyligim. Men bu dunyoga kelishimni, ya'ni Allohning rejasi asosida keldimmi? Bu dunyoga men yolg'iz keldimmi va bu dunyodan ham yolg'iz o'tamanmi? Qachon ketishim ham, ya'ni Allohning rejasi asosida bo'ladimi? Demak, men bu dunyoda shaxsiy chegaraga, shaxsiy insonman deb ayta olishimga, men ham bitta shaxsman, deb ayta olishimga haqqim bor degan tuyg'uni siz tanangizda uyg'otib bera olganingizdan keyin o'zingizni shaxs deb mana bunaqa qilib, haligi bu jasad, bu tana ruhingiz uchun qabr. Mana shu ruhingiz qabrdan tirilib unib chiqishi uchun siz ruhingizga yengillik berib, tanani qabul qilib, tanani yumshatib, keraksiz narsalardan, keraksiz anaqa ifloslarni qoqib tashlaganingizdan keyingina ruh, qalb, tana bir uyg'unlikda mana harakat qilgandagina bu yerda ota, ona, turmush o'rtoq va farzandlar siz birgalikdagina harakat qilganingizdagina jamiyat, ya'ni mana shu matritsadan chiqasiz. Bu nima? Qizingiz ko'zga ko'ringanda unga sarpa yig'ish, odamlar uchun to'ylar qilish, odamlar uchun hatto kiyinish, odamlar uchun uy jihozlari, odamlar uchun hatto uyni remontlari, hamma narsa odamlar uchun bo'lib ketdi. Odamlar uchun, ya'ni majburiyat uchun biz pul topyapmiz. Qiynalib yurib pul topyapmiz. Topgan pulimizni esa majburiyatga ishlatyapmiz. Mana shuning uchun bizda boylik kelib chiqmayapti. Birinchi, biz tanani o'zimizni his qila olmaganimiz uchun shaxs deb, ikkinchisida biz o'zimizni mana shu matritsani dumini ushlab olib, turpoqqa surpasa turpoqqa, balchiqqa surpasa balchiqqa, tikanzorni ichidan o'tsa tikanzorda tilinib, butun umr mana shu qay ko'yga solsa, mana shu ko'yga tushib yashayapmiz va buni oqibatida biz o'zimizni unutyapmiz, ya'ni asl boyligimizni unutib qo'yyapmiz. Bu uchun bu juda ham katta mavzu. Menimcha bugungi nimada yetadi, ya'ni bugungi vazifa siz o'zingizni aslida kim ekanligingizni, aslida sizni borligingiz muhimligini, sizda qanaqa muhim jihatlaringiz bor, sizda qanaqa yutuqlaringiz bor, sizda qanaqa qobiliyatlaringiz bor. Ya'ni mana shu qalamning funksiyasini sanab berganimdek, o'zingizni, sifatlaringizni o'zingizga ko'rsating.
Men ovqatni mazali qilaman, men uy tozalaganimda maza bo'laman, ya'ni zo'r qilaman. Men shuni odamlar bilan qanaqa gaplashaman. Mana shunaqa yutuqlaringizni ko'rib chiqasiz va sog'lom holatlaringizni his qilib chiqasiz. Quloqlarim eshitayotganing uchun, ko'zlarim ko'rayotganing uchun, yuzlarim borliging uchun, sofliging uchun. Tishlaringizda mana shu narsalarni his qilib, buni boylik ekanligini va o'zingizni yaralishingiz qanaqa tarzda bo'lgan, tushunyapsizmi? Siz alohida shaxs sifatida yetishtirilgansiz, tushunyapsizmi? Mana shuni his qilasiz. Siz qanaqadir inkubatorda yetishtirilmagansiz. Inkubatorda hammaga o'xshab yetishtirilmagansiz. Siz alohida jarayonlarda, alohida shaxs sifatida, alohida e'tibor bilan, tushunyapsizmi? Alohida yaratilingansiz. Ya'ni yaratgan sizni mana shunday qilib yaratgan. Mana shuni o'zingizga his qildiring. Ha, men nimaga bunga quldek muomala qilishim, qullik qilishim kerak? Nimaga men buni so'kishlariga chidab berishim kerak? Nima meni Xudoyim meni nima shunday bo'lishim uchun yaratdimi? Meni tepalarni bo'lishim uchun yaratdimi? Deb mana shu men bu nimangizni shundoq ko'taring. Bu kekka, gerdak, kibrga berilmas. Siz mana shu egilib, bukilib odamlarni ya'ni tosh tilla kosani sindirsa, toshni holati toshligicha, tillani holati tillaligicha qoladi. Tushunyapsizmi? Siz egilib, bukilib, hatto kimligingizni, qanaqa shaxs ekanligingizni unutib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Lekin sizni o'sha Allohning nafasi ufurilgani, sizni Allohni joni borligi, sizni Alloh sevib yaratganligi, sizda mana bu qalb his qiladigan bu Allohning uyi borligi, bu yo'qolib, sinib, egilib, bukilib qolmagan. Bu haliyam bor sizda. Tushunyapsizmi? Ya'ni tilla balchiqqa botib ketsa ham u tilla. Tushunyapsizmi? Siz haliyam Allohni erkalab yaratgan yaratig'isiz. Shuni his qiling. Birinchi boylikni his qiling. Ko'taring o'zingizni. Alloh sizni qanaqa yaratgan va yolg'iz yaratgan va yolg'iz o'ziga qaytarib olishini yaratingda, o'zingizni shaxsiy chegarangiz borligini, siz ichak chovoqqa belanib, oshqozon, qanaqadir suvlar, qo'llarga belanib, qorinda shakllanmagansiz. Sizni o'zingizni shaxsiy chegarangiz bo'lgan. Va bu chegara bu dunyoda ham bor. Siz buni bilmaganingiz uchun hamma sizga otadigan toshini, gapiradigan gapini, hamma narsasini otib, sochib, har narsa qilayotibdi. Siz buni bilmaganingiz uchun jabrlanyapsiz. Siz buni sezmaganingiz uchun ozor chekyapman deb o'ylayapsiz. Siz buni his qilmaganingiz uchun hamma meni yomon ko'radi, hamma mendan foydalanadi. Voy Xudoyim, men baxtsizman, men baxtiqaroman, voy meni taqdirim nimaga bunaqa deb yotibsiz. Aslida sizni hattoki onani qornida ham Alloh sizni qobig'iga o'rab, tushunyapsizmi? Qobig'iga o'rab, o'sha qobiqni ichida sizni yaratdi. Va o'sha kindikni orqali sizga ozuqa berib turdi. O'sha joyda sizga Alloh nafasini sizda ko'ryapsizmi? Siz tug'ilmaganingizcha nafas olmaysiz. Nimaga? Chunki siz onani qornida o'zi Allohning nafasi edingiz. His qilyapsizmi? Siz onani o'sha qobiqni ichida homila embrion bo'lib shakllanayotgan paytingizda siz Allohning nafasi edingiz. Nafasga nafas kerakmidi? Onani qornida. Axir o'zi nafas-ku. His qilyapsizmi? Tug'ilganingizdan keyingina bu hayotda nima bor?
kislorod bor. U kislorodni qanday qabul qilish kerak? O'pka orqali qanday qabul qilish kerak? Burun orqali. Burundan qanday qiladi? Buni sizga kim o'rgatdi? O'sha nafas, ilohiy nafaslik paytingizda siz buni bilardingiz. Tushunyapsizmi? Sizga ey chaqaloq, sen hozir kislorodni yutishing kerak, bo'lmasa kislorod yetishmay o'lib qolasan deb sizga birov eslatma bermaydi. To'g'rimi? Siz o'zingiz tug'ilishingiz bilan ha qilib yig'lab nafas olib ovozlaringiz chiqib ketadi. His qila olyapsizmi? Qanaqasiz? Allohning nafasi sizda ufurib turibdi. Allohning nafasi sizda ufurib turibdi ekan. Bu har bitta nafas olayotganingiz bu ilohiy jarayon, ilohiy tizimda siz yashayapsiz. Ilohiy ongdasiz. Ilohiy ong nima? Ilohiy ong bu borliq, yaratuvchi sizni boshqarib turibdi. Mana shu birinchi navbatda biz mana shuni qabul qilamiz. Birinchi o'sha onani qornidaligimizni va tug'ilganimizni va hozirgi paytgacha bo'layotgan holatimizni qabul qilib olamizda, keyin biz boylikka ochilamiz. Keyin biz tushunamiz. Keyin biz bilamiz aslida boylik nima? Mana shunga ham shukr qila olish boylik. Mana shunga ham shukr qila olish. Ey Xudoyim, 4000 lik kremni bemalol olib ishlata olayotganim uchun shukr, tashakkur, rahmat senga. Demak, arzirkanman. Demak, men mana shunga yetibman. Demak, mana shu meni boyligim. Etapma-etap ketaverasiz. Buni qabul qilgandan keyin, bari 40 so'mlik qalam, men 150 so'mligini ishlataman endi deb buni отказ qilib yubormaysiz. Bu unda kibrga kirib ketadi. Bunda siz, agar sizda shunaqa his bo'lsa, siz odamiyligingizni, asliyatingizni unutib qo'yasiz. Siz mana shu ona qornidagi holatingizda nafas olmasdan ilohiy nafas bo'lib shakllanib, rivojlanib turgan paytingizdagi hislarni hozir his qiling-da. O'ylab ko'ring-da. O'ylab ko'ring. U paytda o'pka ishlamaydi, faqat yurak ishlab turadi. Ya'ni yurak. Bu sizni yurak nima derdi? Tak tak tak, men borman. Nimaga men borman? Qalbda nima bor? Alloh bor. Alloh, ya'ni qalb qayerda? Qalbni bir organ sifatida berilmagan. U sizni hissiy tanangizda joylashgan. Mana shu hissiy tanangiz ham bu juda katta boylik. Agar sizni oyog'ingiz yurmay qolsa, oyog'ingizga yena saysa ham, pichoqda mahunday qilib kesib yuborsa ham oyog'ingiz bilmaydi. Tushunyapsizmi? Oyog'ingiz bilmaydi. Oyog'ingiz qachonki oddiygina zirabchani kirganini bilyapti, bu sizni hissiy tanangiz borligi, his qila olayotganingizni borligi o'zi bitta boylik. Mana shu yuragingiz urganda, ey Alloh aytadi, tak tak tak, men borman. Alloh nima deydi? Men ularni jon tomiridan-da yaqinman degani nimasi? Jon tomiridan-da yaqin bo'lib bir joyda turmaydi u. Har doim tik 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 qilib sizga eslatib turadi. Yurak bu nimaga javob beradi? Sevgiga javob beradi. Sevgi bu nima? Alloh bu sevgi. Tushunyapsizmi? Alloh bizni sevib yaratyaptimi? Mana shu sevgiligi uchun bizni sevib yaratgan. Bizda keyin o'sha matritsaga kirganimizdan keyin 3-4 yoshdan keyin o'sha kirib ketamiz. Bizni majburlab olib kirib ketishgandan keyin asta-sekin mana shu yuragimiz urganini eshitmay qolamiz. Biz oy chiqsa ham xursand bo'lib, layka suvlarni chipak-chipak qilib ham xursand bo'laveramiz. Bitta xo'raskant berib qo'ysa ham xursand bo'laveramiz. Betimizdan o'pib qo'ysa ham xursand bo'laveramiz. Aslida biz sevgi bo'lib tug'ilamiz. Chunki bizni sevib yaratganda, sevib yaratib qanaqadir nafratni, qanaqadir bir beo'xshovni, qanaqadir bir turksovuqni, qanaqadir bir baxtiqaroni yaratmaydi Xudo. Tushunyapsizmi? Sevib baxtiqaroni yaratib qo'ymaydi. Hattoki mana shu sevib sevgini yaratadi. Siz sevgi ekanligingizni his qila olishingiz o'zi bitta boylik.
siz mana shuni his qiling. Bugungacha mana shu darsni qabul qilingda, his qiling. Hozir men sizni hissiy tanangizga kirib ketib, to'lqin bo'lib, hissiy tanangizda ish olib bordim. Buni siz his qilgan bo'lishingiz mumkin, his qilmagan bo'lishingiz mumkin. Baribir bu jarayon sizda kechdi. Ya'ni his qila oldingiz, his qildirib bera oldim qaysidir ma'noda. Bu sizni qanchalik ochiqligingizga, bu ma'lumotlarni qanchalik yopiqligingizga bog'liq. Lekin bilamanki, ataga bir safargina kirib qolgan bo'lsangiz, sanda bu joyga aynan sizga kerakli bo'lgan ma'lumotni men sizga gapirdim. Ya'ni buni siz qanday qabul qilasiz? Har doimgidek Alloh malika orqali menga nima demoqchi bo'ldi deb anaqani qilib signalda qo'ng'iroqni chalasiz. Men bu zang bosib ketgan qo'ng'iroqni anaqa chalganingizdan keyin ishlaydi men bu joyda. Nima dedi hissiy jarayoningizda o'zi ish olib boriladi, ongingizda ish ketadi. Bugungi mavzuyimni his qildirib bera oldimmi? His qila oldingizmi? Hislaringiz bilan bo'lishing. Bugungi mavzuyimiz mana shu joyigacha edi, ya'ni mavzu. Men har kuni ertalabda, tongi saharda tez yurish, bir oylik tez yurish nimasini o'tkazyapman-da, men o'zim ham tez yuribman. Mana shu bir soat siz tez yurasiz. Agar mana o'zganda bo'lsangiz, birgalikda uchrashib turib, mana shu boylik haqida, ya'ni men bu boylik haqida dars bo'linadi, meditatsiya bo'ladi, praktikalar beriladi. Tez yurib kelganingizdan keyin va darsdan keyin uyingizga qaytib ketib, kundalik hayotingizda, ya'ni yashayverasiz. Va buni men birinchi 10 kunga bo'ldim. Boshida men buni bekarga qilmoqchi edim, lekin men nimagadir bekarga degan paytimda to'xtab qolyapti. Mana bunaqa kelmay qoladi, ilhom kelmayapti. Chunki men ya'ni mana shu 10 kuniga qirg'iz puliga har 10 kunida 500 so'm. O'zbek pulida bu 75 ming bo'ladi. 100 mingga ham bormaydi, eshityapsiz. O'ylayapsizmi? His qilingda. 100 mingga ham bormaydi. Bu prosta sizni mendan olayotgan mana shu darsingizga anaqa choy chaqa deydi-yu, tipa shunaqa choy ichib olarsiz, da mana shunaqa yo'l kira qilib ketarsiz degandaqa biz beramiz. Shunchaki bu bilan men o'zimni bu pastga tushirib olib aytmayapman. Shunchaki berayotgan narsamni shunaqa ozgina summaga bo'lsa ham narx qo'yishga majburligimni va bu bilan men balansni to'g'irlamoqchiligimni, ya'ni his qildim. Birinchi bekarga deb qachonlardan beriga borda bu planim. Pulga deganimdan keyin sразу men bu ideya keldi, his keldi, tuyg'ular keldi. Agar siz uzoq mamlakat, umuman men yashayotgan joyda emas, boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, bu onlayn tarzda bo'lsa ham siz уже berib turasiz. Mana men tez yurib ketyapman. O'zi tez yurib ketasiz o'sha paytda va qaysidir bir manzilni belgilaysizda, o'sha manzilda onlayn dars bo'ladi. Umuman uydan tashqariga chiqib ketgan paytingizda o'sha onlayn darsni olasiz, yozadiganini yozasiz, meditatsiya bo'lsa meditatsiya qilasiz, praktika bo'lsa praktika qilinadi-da, o'sha joyda uydan chiqib ketib, tez yurib chiqib ketgan paytingizda va u joyda bilimni olib uyingizga qaytib kelasiz. Bu nimaga? Bu siz tez yurgan paytingizda sizda qon aylanishi tezlashadi, harakat tezlashadi. Sizda gen darajasida, DNK darajasida, RNK darajasida axborot almashinuvi ishga tushib ketadi. Bu juda katta, ya'ni ilohiy nimalari ko'p. Buni men keyin yana tushuntirib beraman. Tez yurishni mohiyatlarini siz ham bilganingizcha bilasiz albatta. Men ham ya'ni sizga o'sha bilimlaringizga ya'ni to'liqlab beraman. Bu narsani
men o'zim 2 kundan beri boshlayotgan bo'lsam, ya'ni yurayotgan bo'lsam, buni qachon, ya'ni o'sha 3 kun yoki 4 kunda ichida mana shu narsa ishga tushadi. Bu o'sha odamlarni yig'ilishi va qo'shilishiga bog'liq. Hech kim qo'shilmasa ham roziman. Ya'ni nima qilmayman, kirib ketmayman, chunki shartsizman, shartsiz. Va mana shu hozirgi bergan vazifamni davomi bor. Buni sizga albatta matritsadan qanday chiqish kerakligini sizga his tuyg'ular orqali, как man bu joyingizga shundoq udar tegadida deb ko'zingizni ochib orqali chiqib ketasiz. Ya'ni bizni mana shu 4% o'zimizni boshqaradigan bo'lsak, buni jami ma'nosini ham o'sha matritsa orqalikda bu mustaqil emas. Biz xohlagan ko'ylagimizni ham hatto mana shu matritsaga bog'lab kiyamiz. To'g'rimi? Bu juda ham katta mavzu. Bu juda ham o'zimiz haqimizda, o'zimizni ikir-chikir panglab ketgan bijir-bijir holatimizni uni ko'rmayotgan ego orqali uni yopib chiroyli qilib qo'yib sasib bijib ketgan bo'lsa ham ustini chiroyli qilib bezab qo'yamiz, gullar bilan bezab qo'yamiz. Gulga xursand bo'lamiz, lekin uni tagidan chiqayotgan badbo'y hidga dilimiz xira bo'lib, dabdabali to'y qilsagan judayam shohona qilib uylarimizni solsagan, mana shu nimadir sasib turadi-da, bizni dilimizni xira qiladi. Nimadir borda chiroyli uyda ham baxtli bo'lib, voy qilib xursand bo'lib yasholmaymiz. Mazza qilib hali qimmat ko'ylakni olamiz. O'sha paytda xursand bo'lamiz-da, keyin u bizga xursandchilik bermaydi. Men to'y qilaman deb xursand bo'lib boshlaymiz. O'sha to'y kunlari, to'y arafasi, to'ydan keyin o'sha yo'q u narsa. Kelinga xursand bo'lishingiz mumkin, vaqtincha u ham yo'q. Hech narsa bizni abadiy xursand qilmay qo'ydi. Sababi bizda irib-chirib ketgan, mana bu joyda axlatlar bor, bijigalka bo'lib ketgan. Biz uni gul bilan bezayapmiz, gul bilan bezayapmiz, gul bilan bezayapmiz. Nimaga? Odamlar ko'rsin deb gul bilan bezayapmiz. Bunga kelib majbur qilyapti. Matritsa bizni majbur qilyapti. Bizni chidashimizga ham majbur qilyapti. Yog'ashtir bu gullaringni-da, mana bu yerda sasyapti deb kavlamasdan buni kavlashni o'rniga o'zimizni mayda sasib ketganimizni kavlab olib tashlab ishlashni o'rniga mana bu joydagi boshqalarnikini kovlash bizga oson tuyulyapti-da. Men bu sassig'ini yig'ishtir, men bunaqa qilyapti, menga xalaqit beryapti, menga yoqmayapti, tinch yashashimga qo'ymayapti, men ham odamga o'xshab yashaymanmi, qachon meni bag'rimga shamol keladi deb boshqalarni kovlab ketyapmiz-da. Men bu joyimizda o'zimizni sasiganimiz sasib turibdi. Nimaga? Boshqalarnikini kovlab ketish oson. Chunki boshqalarnikini kovlaganda biz og'riqni his qilmaymiz-da. O'zimiznikini kovlaganda og'riqni his qilamiz. Bu juda ham bir og'ir jarayon. Chunki bunga ham bizni matritsa shundoq qolipga solib qo'yganda, orqangga bir qop axlating turadi. Zinhor ola ko'rma, soqov bo'lasan, qo'y bo'lasan, baliq bo'lasan va umuman gapirmaysan. O'rab marab qo'yishing mumkin. Gapirma. Siz bu gaplarni o'sha keyingi darsimizda, ya'ni aynan sizdan kelib chiqib gapirib berganimda tasanno berib yuborasiz. Menga emas, o'zingizga. Demak, bugungi mavzuyimiz mana shunaqa. Agar siz tez yurish marafoni orqali erta tongda bu bilimlarga, boylikka ochilish, serobgarlikka ochilish mavzusi haqida va men o'zimni tajribalarimdan kelib chiqqan holatda aytib beraman. Ya'ni meni tajribam hozir qay darajada bo'lsa, albatta siznikini ham o'sha darajagacha olib chiqib beraman. Ya'ni bu isbotlangan narsa. Savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa, agar siz mana shu bir oylik tez yurish har qadamimda pul loyihasiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, admin qizimiz bor, bunga yoziling va to'lovni amalga oshirib safimizga qo'shiling. Har 10 kunda to'lov bo'ladi. 10 kun ishtirok eting, yo'qsa keyingi 10 kunga ham to'lov qilasiz. Atigi o'zbek puliga 75 ming, qirg'iz puliga 500 so'm.
Savollar bormi, yo'qmi? Meni ko'p kuttirmang, yo'q bo'lsa yo'q deb manaqa nagli yozib yuboring, yo'q savolim deng. Bor Yo'q desa savolimiz. Bitta telefonda ishlayapmiz. Ah, Biz 2-3 kishi bitta telefonda ishlayapmiz. Savolimiz yo'q deyapman. Zo'r o'tib berdingiz. Rahmat. aha. Tushundingizmi ish qilib? Ha, tushundim. Mhm. Tushungan bo'lsangizlar yaxshi. Nimani tushundingiz? Nimani tushundingiz, Nilufar? Tushundim Mana bilan sherigim sherigim aytib beradi men tushunganimni. Assalomu alaykum, Malik opa, yaxshimisiz? Vaalaykum assalom. Bugun Nilufar opani uyiga men mehmonga kelgandim. Bir haftadan beri Instagramda sizni kuzataman. Ancha-muncha yoqdi menga. Bugungi jonli efiringizdan keyin ham ancha yoqdingiz. Bugun men tushunganim odam o'zini qayerda, qanaqa holatda bo'lishidan qat'iy nazar bunday o'zini senasini bilishi kerak degan ma'noda bunday qo'pol qilib aytganda. Har qanaqa holatda ham o'zini bahosini tushirib qo'ymasligi kerakligini o'rgandim. Eng glavnisi ashetini deymi? Xursandman. Judayam zo'r. Tanishganimdan xursandman. Atingizni nima dedingiz? Shahnoza. Shahnoza. Xursandman tanishganimdan. Haqiqatda shunaqa. Chunki biz bormiz-ku. Siz o'zingizga ayting. Borman-ku. O'zingizga eslating. O'zingizni borligingizga. Yo'q bo'lishingiz ham mumkin edi. To'g'ri. Yo'q mumkin edi. Bunda siz bunaqa yashamni yasholmaysiz. Boshqa joyda bo'lsangiz. Siz yashayapsizmi? Bormisiz? Demak, nima uchun ham borsiz-da? Siz qiyinchilikda, azobda, qanaqadir bir chigallikda bo'lsangiz ham nima uchunamdir o'sha joyda borsiz. Nima uchunamdir o'sha joyda hozir bo'lishingiz kerak. Bundan albatta chiqib ketish yo'li bor. Sizga sinov berildimi? Albatta u sinovdan chiqish yo'lini ham ko'rsatadi. Lekin bizga sinov berilganda bizga o'sha mana bu nimaga kovlab ketishga qaraymizda, sinovdan chiqib ketish yo'liga qaramaymiz. Shuning uchun biz o'sha sinovda og'riqda ko'p qolib ketamiz. To'g'ri. Ya'ni sizni his qilib tashladim xullas kalom. Demak, bugungi mavzuyimiz yoqqan bo'lsa xursandman. Zapis tashlanadi. Savollaringiz bo'lsa yana berishingiz mumkin. Albatta tez yurish nimasiga qo'shiling. Onlayn bo'lsa ham, offlayn bo'lsa ham. Harakat qilaman, Xudo xohlasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xayrli va barokatli. Rahmat efiringiz uchun ham, shuncha ilm berganingiz uchun ham. Rahmat. Sog' bo'linglar.